Respublika fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan Buxoro tumanida seminar kengash bo'lib o'tdi. Unda qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlashda qo'llaniladigan o'g'itlar hamda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etishda fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalariga ko'maklashish, shuningdek, organik mahsulotlarni yetishtirish texnologiyalari bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Bundan tashqari, agrotexnik tadbirlarni raqamlashtirish bo'yicha ham atroflicha so'z yuritildi. So'nggi yillarda ekologik jihatdan sof, toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga qaratilayotgan e'tibor davlat darajasiga ko'tarildi. Ayniqsa, biogumusdan samarali foydalanish orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Bu borada ilg'or tajribalarni keng tatbiq etish ham yaxshi natijalarni beradi. Buxoro tumanida bo'lib o'tgan seminar kengashda asosan shu va yana boshqa bir qator muhim masalalar muhokamalar markazidan joy oldi. Unda ishtirok etgan sohaga daxldor korxona, tashkilot va muassasa vakillari bu boradagi yondashuvlar bo'yicha yana bir marta tasavvur va tushunchalarga ega bo'ldilar. Respublikadan tashrif buyurgan yetuk mutaxassislar o'zlarining tavsiya va ko'rsatmalari jarayonida ayni paytda aholi salomatligi uchun g'oyat zarur bo'lgan organik mahsulotlar tayyorlashdagi davrga mos jihatlarga alohida to'xtalib o'tdilar. Yana bir dolzarb bo'lgan tuproq degradatsiyasiga qarshi kurashishga ham ko'p narsa bog'liq. Ayniqsa Buxoroning sho'rlanishga moyil tuprog'i sharoitida biogumusdan foydalanish samaradorligi har tomonlama yuqori ekanligi tilga olindi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlarida yetishtirishda tuproqning tozaligi hamda yetishtirilgan mahsulotlarning toza, sof savdo rastalariga yetkazib berish masalalari kengroq muhokama qilindi. Shuningdek, seminarda qishloq xo'jaligi tadbirlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish bo'yicha ham tahliliy nuqtai nazarlar bildirildi. Bu borada bundan keyin qilinishi zarur bo'lgan ishlar yuzasidan so'z yuritildi. Seminarda ko'tarilgan eng muhim va dolzarb masalalar bo'yicha to'planganlar o'zlari uchun yetarli xulosalarga ega bo'ldilar.